Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Videolarimizni 90% odam obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishingizni. Demak, biz boshladik. Manchester City Yevropa Chempionlar Ligasining yangi mavsumini muvaffaqiyatli boshladi. Shaharliklar umumiy bosqichning birinchi turida Etihad stadionida Italiya chempioni Napoli darvozasiga 2 ta to'p kiritdi. Muhim uchrashuvda Josep Guardiola jamoasi darvozasini daxlsiz qolishiga eng muammoli nuqta himoyaning o'ng qanotida juda ishonchli o'ynagan Abduqodir Husanovning hissasi katta bo'ldi. Endi Monaco maydonida bo'ladigan ikkinchi tur uchrashuvi oldidan Manchester Cityda tarkib bilan bog'liq muammolar yig'ilib qolgan. O'yini kuchayib borayotgan Manchester City Yevropa Chempionlar Ligasida Monaco bilan bo'ladigan uchrashuvda qatnashish uchun Fransiya janubiga safar qiladi. Husanov keyingi paytda Manchester Cityning eng asosiy o'yinchilaridan biriga aylandi. Xususan, o'ng qanot himoyasi pozitsiyasini o'ziniki qilib oldi. O'zbek futbolchisi mavsum boshidan muammoli bo'lib kelgan bu pozitsiyada ketma-ket 4 uchrashuvda ilk daqiqalardan o'ynadi. Afsuski, Arsenal bilan bo'lgan markaziy uchrashuvda raqib futbolchisi bilan to'qnashuvdan keyin Abduqodirning bu seriyasi to'xtadi. Klubdan olingan ma'lumotlarga qaraganda 21 yoshli futbolchi jarohatdan qutula boshlagan. Biroq katta ehtimol bilan Husanov Monacoga qarshi maydonga tushmaydi. Avval ma'lumot berilganidek, Husanov 5-oktyabr kuni Brentford bilan bo'ladigan bahsda maydonga tushib, Josep Guardiola jamoasi himoya chizig'ini yanada mustahkamlashi kutilyapti. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.